Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Biz mana bugun Namangan Chustdamiz. 10 kilovatli quyosh panellari o'rnatdik. Panellar Jinko 2 tomonli. Mana shu tarzda qo'yilgan. Hozir pastga tushib inverterni ham ko'rsatamiz. Inverter va shitning oldida shitimizda AC/DC avtomatlari va chaqmoqdan himoya avtomati o'rnatilgan. Bu inverterimiz deya 10 kilovatli. Hozirda soat 12 da 902 kilovat напряжение ushlab turibdi. O'zi birinchi prognoz 806 bo'lgan. Xudoga shukr yaxshi ishlayapti. Ko'z tegmasin. Agar o'sha kimdir qo'ydirmoqchi bo'lsa, qanday savollar bo'lsa, telefon raqamlarimizni yozib qoldiramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib gaplashib olishingiz mumkin. Rahmat.